Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunlaringiz fayzli, barokatli o'tsin. Allohim beriladigan har bir ne'matlarni go'zal ne'matlardan bersin. Inshaalloh. Sizlarga dratsena guli chirinka bu detkacha. 1 yillik detkan bu. Tashqariga qo'yganman, juda ham o'zgarishlar katta. Baribir hamma gul ham quyoshni sevadi, juda ham yorug'likni va uyga zerikib qisilib qolgandimi bu go'zal bo'lganini qarang. Juda ham yaxshi o'sdi. Bu yerga chiqqandan keyin nechta yangi barglar chiqardi. Mana bu ham yangi barg, lekin oftob bo'lgan. Lekin uncha quyosh tushmaydi bu yerga. Ola-ko'lanka deydimi? Shunaqa. Juda ham kam quyosh tushadi. Shunga ham bargini mana bargchalari ham. Bargchalarni olgan. Mana aytaman sizlarga, qayerda yangi barg. Ana eski barglarni mana kesib qo'yganman. Ko'rinayotgan bo'lsa, kesib qo'yganman. Kesgan bo'lsam, qancha sherdan kesgan ekanim. Ana qancha chiqaribdi. Mana shu bargdan kesilgan mana. Shu bargdan kesilgan. Bu yog'i shuncha chiqaribdi. Endi 1 oy davomida juda ham yaxshi natija. Dratsena juda ham sekin o'saydi aslida. Lekin tashqariga chiqargandan keyin barglari qalin bo'lib, zelyonni bo'lib, ikki chetlariga hoshiyachalari bilan juda ham chiroyli bo'lib o'sgan. 3 ta edi bu yerda, 3 ta edi. Shu tuvakka 3 ta chirinkani suqib qo'ygandim. Bu dratsenani shunisi yaxshiki, mana novdasidan ko'ra tepasini kesib suqib qo'ysangiz, tez tomir qilib o'zgarishi tez bo'ladi-da. U tanasini suqib qo'ysangiz, tomir qilib, tanasi sekin, uni ham ko'rsataman, juda ham sekin o'sgan. Ko'rsatgandim ham sizlarga. Ana buni 3 ta edi, bittasini kesib qo'ydim ana. Ana kesganman. Kesganimdan keyin 2 ta shoxcha chiqargan. Lekin 1 oymi, 1,5 oy bo'ldi bunga. Normal holat bu. 2 ta shoxchasi ham yaxshi o'sibdi ana. Bu yerga 3 ta edi aslida. Siqilib qolmasin deb. Bularning tomiri juda ham kichkina bo'ladi, normalni bo'lib o'sadi mana. Juda ham yaxshi barg chiqarishi. Bu yerga arabisk xurmo ekkanimga bu 2-yil. Arabisk xurmoga 2-yil, barglari yaxshi. Shu yilgi Ramazon oyiga emas, o'tgan yilgi ro'za oyiga ekkanman-da o'sha xurmolardan. Xo'jayinim ro'za tutganlarga xurmolar olib kelgandilar. Shundan yeganlarini, xurmolarini, donaklarini tashamang, men ekaman degandim. Mana juda ham bargini qarang. Normalni deb turibman, bilmadim, lekin bu qanaqa bo'lib o'sadi, qanaqa o'sadi, bu menga yangi holat. Uncha ma'lumotim yo'q bu arab xurmosi haqida. Lekin juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Shunday chiroyli bo'lgan, mana degan gullaringizdan go'zal. Bargchalari shunday veshni, zelyonni qattiq, chiroyli, xuddi nima? Tabiiy gulga o'xshamaydi-da, nima deydi? Shunaqa. Neobichniy bo'lib turibdi. Shunaqa. Dratsena. Shunaqa ola-ko'lankaga qo'yganman mana tepalariga. Bironta ham quyosh tushadigan joyda yo'q. Faqat shu tarafdan quyosh bor. Bu taraflardan umuman quyosh yo'q. Tolla bilan qoplangan bu taraf. Polni baland yo'g'ya. Nima? Yong'oqlar, tolla, archalar, polni qoplangan. Umuman bu yerga quyosh tushmaydi. Shunaqa joyga turibdi bu dratsena. Kunlaringiz xayrli va barokatli o'tsin. Nimaki orzu niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Gullaringiz yayrab, yashnab, dillaringizni xursand qilib yursin. Barcha ayollarni buni olib qarasangiz, ayollar baxtni guldan, go'zallikdan, farzandlardan izlaydi-da. Endi o'zbek ayollari hammasi aylanishlarga chiqishi yo'q. Morelarni
girdiga aylanishlar yo'q. Gullarga qarasa, gullari yashnasa, shunga judayam xursand, baxtli bo'lib yuriydi. O'zimizni o'zbek ayollariga yetadigani yo'q. Xayoliy ibola, ham bir iboli yuriydi-da. Shunaqa gullarimiz yayrab yashnayversin. Dillarimizni xursand qilaversin.